Atның tatmısın emas. Hazırkı devrimizde özünün beldigin tatama otkan jigitlerimizden kanısı var. Mesela bugün aşı jigitlerimizge aygırını kanda tokuş üstüde nek meydan işpenip barımıza onda olsa kettok. Bana bu olsa igerin ağızda salıdığın tokum dep koyumuz. Tokumdan aldı ölen 2 kavat kısı olduk. Hem bunun üstüge hemen Cılan bas iger dep koyamız. İlan baş igerini salımız. Ona dikin özengini cay ekvagam dikin bir tekşire bitip ailesi karayımız. Bana bu igerini bana mışındak şekilde koyup tekşire vagan dikin tatmısın jipini ekilip onundan hemen bu yakını bastırma dep koyumuz igerini üstüdün bastırıp tatıdığın tatlısı oldu bu ne? Kanda tatlımız degende aldılar mana manda kirgizip mayaqdan meyadan bir ılıp alamiz. Ondan keyin bunda bir chon tatgandan keyin meyadan kirgizip mana bunda tatib etsak ish oson bo'ladi. Mana ega nadirmas bo'ldi deymiz. At üstüde çipip yaxshi g'amlarimizni taşıldık. Hemisi ekran aldıdagilarga faoliyatimizni başladık deb göz aldığınlarda görüp atkandak mana bizning Chapchal Cho'ngbugra esiq joylashgan Cho'ngbugra at urug'lantirish fermamizda bugun naiti ekran aldidagi hamda shu barliq finsi bo'lsin har qanday at xumarlarga yaxshi bir faoliyat olib keldik. Mana shunday güzel meydanımız bo'lgan at urug'lantirish markazimizga biz biyi qabul qilmoqchi. Bu biyini qanday qabul qilmoqchi deganda Öylegi mehmon kelsa tavuz qo'g'inni tilib etdik. Faoliyatlik biya kelganlarga 3000 so'mdan qilib etdik deb 8-oygacha mishada biylarimizni beqib mana shu ketgan maydonda biylarimizni baqqash 3000 yuan qimmatida urug'lantirib biychovdan chiqarib beramiz. Sumaklarni chinatib atgan qo'y kalaning bag'isi, u yoq bu yoqqa kishintib atgan ayg'irimizning yangisi deb mana o'sha ayg'irlarimiz sizlar uchun xizmatda. Heyvisi Culalanın da aygırlarının yalısı da baytılığınızga ömürlük eslimi kaldırıp koyulan sıyırık çiçekinin arısı da de baytılığınızga hanım şunda güzel dallarda eslim kaldıraydısanız Çoğunbuğra at urug'lantirish merkezi sizin saklaydı. Sıyırık çiçeklik dalıla aygırlarımızdan sapası yaxşı köğünlerimizga yıkıp verse baytılığınızga artıkçılık kılamda 8-oygacha bekip verse deb mana qo'shqim kep ketgachga gaplarni soz deb qo'ydim. 1000 mo deb yangaraqda 3000 moni oz deb qo'ydim deb ekran oldidagi do'stlar. 1000 mo emas, 3000 mo'liq mana shunday biyi beqish maydonimiz sizlar uchun xizmatda bo'lmoqda. Ershadjonning ilhomi kelganda qo'shiqlarni dekavatidi. Fermamizning yaxshiligini bilgachga nurg'un qo'llaydiganlar ekavatidi deb mana fermaga hozirgacha shunchalik baytallar yig'ilib ana ayada tekshirish bosqichi turyapti. Ha. Mayaqda mana Esencanның tamığı yaxshi qo'ssig'ini to'qliq qilg'izyapti. Yaponning ayg'irni minib baytallarga sho'qliq qilg'izyapti deb o'zi qizlar sho'qliq qilmagan bilan ayg'irni qizlar sho'qliq qilg'izdigan. Ham shu fermadagi birdan bir inimiz ketdi. At suygan odamga adim boshqa, alim boshqa. Onda nazarlarınız bo'latini o'zimizdan Asem Qasqa deb Asem Qasqa degan ayg'irimiz bu. Mana shu Cho'ngbuğra at urug'lantirish fermamizda sizlar uchun xizmat qildi. Bu ayg'irimizni tanishtirib o'tsak, haqiqatan yugurishi necha qatam rekord buzgan. Hatto 2-atni bir maydon oldida qatlab etgan Asem Qasqa degan ayg'ir mush oldu. Ekran oldidagi atchi do'stlar cho'qim taniydi. Bu halqa o'shiqni dandan olsa ustidagi taksi Asem Qasqa degan ayg'irimiz Qo'zg'ong'irning akisi deb Qo'zg'ong'irning akisi Asem Qasqa degan ayg'ir mana shu fermada. Bu yoqqa bir Sevzi bilan qo'shib yeydiganga piyozdan post keldi. Hamisa qarigir ayg'irga diqqat qilayli. Zivining do'st keldi deb bizning Cho'ngbuğra at fermamizdagi Showyans degan qora ayg'irimiz musha oldu mana. Showyans ayg'irni solg'i bir harakatlantirib deylamisa. Pah, chapchip, sekrab mana. Showyansi ketdi. Cho'ngbuğra at fermamiz yaxshilarni yo'qlab berdi. Meyaga baytal akasiniz tayganlarimiz qo'g'dab berdi deb musha tayganlarimiz mana mishada sizlar uchun bularni sizlar uchun xizmat qiladi. Amisa
Yig'ib aytganda ekran oldidagi do'stlarga bizning Chapchalnoya cho'ng'bug'ra fermamiz mana shunday 3000 mo ketgan kan yaylaq hamda hozirgidek esel 3 ayg'irimiz bilan otga qiziquvchi otxumar do'stlarimizni o'sha fermada saqlaydi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Hamisa sizlarni Chapchalnoya cho'ng'bug'ra yeziliq biya urug'lantirish markazimiz saqlaymiz. Aloqlashish telefon nomeri 137 79 17 15 46